Ishtixon tumani Oxunbabayev kolxoziga 125 tonnalik muzlatgich kamerani yasab topshirdik. Mana shu yerga qancha pul ketganligini bilmoqchi bo'lsalaringiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu muzlatgich omborimizning o'lchovlari 12 ga 8, balandligi 5, ya'ni 480 kub bo'lib, 125-130 tonna meva sabzavotni o'z ichiga sig'diradi va bu yerga bizlar 20 HP'lik agregatimizga ikkita DG70 ni montaj qilib berganmiz. Bu agregatimiz mana shu 480 kublik joyini -5 dan +8 gacha haroratni bera oladi. Mana shu muzlatgich omborimizga bizlar Behon akamizga 20 HP'dagi agregatni o'rnatib berganmiz. Mana shu agregatimiz soatiga 15-17 kilovat torkni sarflaydi. Hurmatli mijozlarimiz, mana shu 480 kublik muzlatgich omborimizga bizlar turli holatda penopoliuretan sanish panellardan montaj qilib berganmiz va ko'rishlaringiz mumkin 2 ga 2,5 zavodskoy suriladigan xolodilnik eshigidan qo'yib berganmiz. Hamma kutgan vaqt yetib keldi. Mana shu 480 kublik, ya'ni 125 tonnalik muzlatgich omborxonamizga Uchqun Hojiboyimiz 225 million so'mlik sarmoyani kiritdilar. Hojiboyjon, mana shu xalqimizga shu qilgan xizmatlarimizdan bir og'iz fikrlaringiz. Mana shunday bir anavni qurib berdingizlar. Buni qurishdan oldin boya aytganingizdek ko'p joylar ko'rdik-da, 3 ta 4 ta tochkalar aynalib, narxi qanday, ish sifati qanday. Rahmat. Bu ishlar hozirgamizda firmasi ma'qul keldi. Rahmat. Mana aytdik, hech kunda qurib berib ketdi sifatli. Rahmat. Hojiboyjon, pullaringizdan baraka topaylik. Bizlar ham shu ishlarda baraka topaylik. Ilohim, rahmat sizlarga.